jonim bergan jononim o'zing. Omonatim sendan Xudoyo, to qiyomat armonim. Bugun ota-onani yig'latayotgan kim? Shu jipir bolalarda. Do'q qilayotgan, baqirayotgan, eshikni taraqlatib yopib ketayotgan, xollasam deyotgan. Gapiradigan gapchilar bor-ku, ular как будто musor bular. Axlat bor-ku, axlat sasiydimi? Ular axlat odam. Agar o'lsam yuzim tushidarmi? Allohim yonida turishga iltimos kelmay turib qiyom. Sizchi bu sinfdosh, o'rtoq bulardan ayrilib qolishdan cho'chimaysiz. Siz nagli ayting, oshni men to uyda xalq qilaylik. Parvardigor, duolarimizni qabul et. Parvardigor, zotingga hamd va sanolar bo'lsin. Suyukli التحيات لله والصلوات О Аллах, защити меня от тех людей, которые притворяются, что у них хорошие намерения, но втайне хотят, чтобы я терпел. Vaqtcha beri. Birovlar boyliqda, 1 million oyliqda, zavlimi axshani. Assalomu alaykum bachcha. Va alaykum assalom. Keling. Tog'a. Ye. Jiyanim yaxshimisan? Yig'layapsizmi, Amirul Mo'minin? Bugun axir xursandchilik kuni-ku. Nima uchun odamlarni bunchalik yomon ko'rasan? Allohni yaxshi ko'rasizlar, lekin aytganini qilmaysizlar. Shaytonni yomon ko'rasizlar, lekin aytganini qilasizlar. hech qachon orqangizdan g'iybat qilgan odamlar bilan teng kelmang. Chunki aqlli odamlar oyoq kiyimiga yopishgan axlatni. Kimsan? Puling ko'pmi? Qolib ketadi-ku o'sha pul. Yo'q. Turib o'lsangda tizingni bugib umr sürme. Jaltaqtab birovning ortiga kirme. Men doim bir nimani aytaman-da. Ortimdan gapirib meni yomonlayapsizlar. Xo'p, mayli. Xohlagancha yomonlang. Baribirga ham meni gunohlarimni. Do'stlar omad kelganda emas, ketganda sinaladi. Hammasi joyida bo'lib tursa, ishlaringiz zo'r bo'lib tursa, Nega yig'layapsan, Umar? Islom g'olib bo'ldi-ku, hammasi solim aytganidek bo'ladi. Kelajakda islom. Alloh taolo aytayaptiki, "Hey, sen o'zingni oqlab o'tirmagan. O'sha kuni kim yaxshi yomon